Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Azizlar, yaxshimisizlar? Allohning nurlari va barakalari yog'ilsin inshaalloh. Biz mana yallamadamiz. Yallamaga endi kirib keldik, yana chiqarishyapti. Yallama deganimiz Fransiyada juda bir go'zal bir mamlakat. Daraxtlarini ham shunaqa chiroyli kesib qo'yishadi, daraxtlarni kesib qo'yganini qarang azizlar. Bizda til ojizda. Juda chiroyli mana shular chinor daraxtlari azizlar. Cherkovlar. Mana shu chinor daraxt. Fransiyani yaxshi ko'raman, bilmayman nega shunaqa Fransiyani juda ham yaxshi ko'raman. Fransuz xalqi ham bir o'zgacha xalqdir. Biz inshaalloh Xudo xolasa Fransiyani yallamani tark etib Italiyaga qarab ketamiz endi inshaalloh. Italiyaga qarab yo'l tortar ekanmiz. Roma degan joyga boramiz. Planni ortib oldik inshaalloh. Bismillah deb yo'lga chiqdik. Tong saharlikdan chiqqanmiz. Mana endi quyosh botib kelyapti. Soat 8 bo'ldi. Bahor. Havo 13 gradus issiq. Bitta futbolkada bemalol tashqarida yura olasiz. Tong. Bu joyda qish bo'lmaydi azizlar. Mana ko'rib turgan bo'lsangiz, ko'kalamzorlik, yam yashillik. Bu joyni tark etmaydi qishda ham. Mana hozir qish bo'lsa, hattoki gullar ochib turibdi. Daraxtlar albatta uyquda, lekin mana shu ko'rinish. Allohning barakasi yog'ilgan mamlakatlar deb bekorga aytmayman. Shunaqa bir chiroyli, shunaqa bir toza, yashillik bo'lgan mamlakat Fransiya. Keyin juda parranda darranda juda ko'p. Bulbullarning xili, qirg'ovul, kaklik, o'sha yovvoyi to'ng'izlar, bo'rsuqlarning xili, olmaxonlar, xullas nimaiki jonzot bo'lsa, Fransiyada juda ham ko'p azizlar. Kiyiklar, mana shu o'rmonlar to'la. Yozgi kuni shunaqangi bir manzara bo'ladi Fransiyada. Ertalab mana shunaqangi bomdoddan oldin, bomdod paytida shunaqa qushlar sayrashadi endi azizlar. Xuddi bir nima deydi, ertakda. Sizlar uchun yolg'on bo'lishi mumkin, bizlar uchun chin. Mana shu videolarimizda ham bor. Juda qushlar sayrashadi. Shunaqangi bir ertak bo'lgan mamlakat. Shuning uchun Fransiyani yaxshi ko'raman. Bilmayman nega yaxshi ko'raman. Juda ham yaxshi ko'raman. O'zimni qishlog'imga borgandek his qilaman o'zim. Buni mana shu Yevropada yurgan aziz birodarlarimiz ham juda ham yaxshi bo'lishadi. Obunachilarimiz ham biladi. Fransiyani yaxshi ko'rishimiz. Fransiya men uchun Yevropadagi nomer